Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan ma'ruzamizning mavzusi ishlovchilarning shaxsiy himoya vositalari haqida bo'lib o'tadi. Bu ma'ruzani ko'rib chiqishimizda asosiy maqsad ishlab chiqarish korxonalarida ishlovchilarning xavfli va zararli omil ta'siridan saqlash maqsadida barcha ishchilarni shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash, optimal ish sharoitlarini yaratish, umumiy va kasb kasalliklarini kamaytirish va ekologik sharoitni saqlash maqsadida shaxsiy himoya vositalarini qo'llashni mehnat gigiyenasi vrachi davlat standartlari bo'yicha tarqatadi va nazorat qiladi. Ma'ruzamizning asosiy vazifasi o'tiladigan shu ma'ruzamizning asosiy vazifasi ishchi organizmga ta'sir etuvchi omillarni ma'ruzada yoritish, shu maqsadda shaxsiy himoya vositalarini qo'llashni tushuntirib o'tish. Asosiy sog'lomlashtirish chora-tadbirlari orasida shaxsiy himoya vositalari ham qishloq xo'jaligida va ishlab chiqarish korxonalarida keng qo'llanish haqida kerakli ma'lumotlarni berishdan iborat. Ushbu ma'ruzamizda yoritiladigan asosiy savollar: birinchisi, shaxsiy himoya vositalari bu nima? To'xtalib o'tamiz. Keyingisi, shaxsiy himoya vositalarini qo'llashdan maqsad. Uchinchi savolimiz, shaxsiy, ya'ni maxsus kiyimlarga bo'lgan talablar. To'rtinchi savolimiz, nafas organlari shaxsiy himoya vositasi, oyoqlarni himoya vositalari, qo'llarni himoya vositalari va terini himoya qiluvchi vositalar haqida tushuncha berish. Shaxsiy himoya vositalarining qo'llanilishi ishlovchilarga ishlab chiqarishning xavfli va zararli omillari, salbiy ta'sirini oldini olishdagi chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Ishlovchilar uchun ishlab chiqarishning salbiy omillari ta'siri intensivligini kamaytirish to'g'risidagi savolni hal qilishda imkoniyat darajasida doimo shaxsiyga nisbatan kollektiv himoya uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Radikallik darajasi bo'yicha shaxsiy himoya vositalari ishlovchilarni himoya qilishga yo'naltirilgan quyidagi chora-tadbirlardan to'rtinchi o'rinda turadi. Birinchisi, texnologik zararlar vujudga kelishini texnologik jarayonni o'zgartirish yo'li bilan bartaraf etish. Keyingisi, texnik ishlab chiqarish muhitiga zararlarning ajralib chiqishiga to'sqinlik qiluvchi asbob-uskunalarni germetizatsiyalash jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishdan iboratdir. Uchinchisi, bu sanitar-texnik zararli omillarni ishlab chiqarish muhitidan chiqarib tashlash yoki ular ta'sirini yo'l qo'yiladigan darajalargacha susaytirishdir. Ifloslangan shaxsiy himoya vositalari havo muhiti va ish joylari yuzalarining ifloslanishini ikkilamchi manbasi bo'lib hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bu himoya vositalarining materiali va konstruksiyasi ularning ko'p marotabalik samarador tozalanishi o'tkazilishiga yo'l qo'yadigan bo'lishi lozim. Zero, shaxsiy himoya vositalaridan bir marotabalik foydalanish ham mumkin. Shaxsiy himoya vositalarining ko'rsatmasiga kelsak, bu ishlovchilar himoya vositalari tasnifiga ko'ra muvofiq barcha shaxsiy himoya vositalari ko'rsatmasi bo'yicha quyidagilarga bo'linadi. Izolyatsiyalovchi kostyumlar, bular pnevmokostyumlar, gidrolizatsiyalovchi kostyumlar, ya'ni skafandrlar, nafas organlari shaxsiy himoya vositalari, ya'ni protivogazlar, respiratorlar, pnevmo shlemlar hamda pnevmo niqoblardan iborat bo'ladi. Maxsus himoya kiyimlar, bular kombinezonlar va yarim kombinezonlar, kurtkalar, shimlar, kostyumlar, palto va yarim paltolar, fartuklar, jiletlardan iborat bo'ladi. Oyoqlarni himoya qiluvchi vositalar, bularga etiklar, botforiklar, yarim etiklar, botinkalar, yarim botinkalar, kalishlar to'plami kiradi. Qo'llarni himoya vositalari, bularga qo'lqoplar, boshni himoya vositalariga esa kaskalar, shlemlar,
pochlimniklar hamda shapkalar kiradi. Yuzni himoya qiluvchi vositalarga esa himoya niqoblari va kalonchalardan iborat. Ko'zni himoya vositalariga esa himoya ko'zoynaklari hamda eshitish a'zosi himoya vositalariga shovqinga qarshi shlemlar hamda quloqliklar qo'llaniladi. Balandlikdan tushib ketishdan himoya vositalari va boshqa saqlanish vositalari, ya'ni saqlanish tasmalari, dielektrik gilamchalar, qo'l ushlagichlar va manipulyatorlar, tizzaning himoya vositalari, yelkaning himoya vositalari hamda terining himoya vositalari, ya'ni yuvuvchi pastalar, kremlar, surtmalar va kompleks himoya vositalari kiradi. Germetik izolyatsiyalovchi kostyumning kiyilish vaqtini chegaralovchi asosiy omil bo'lib, organizmni qizib ketishi hisoblanadi. Shuning uchun GOS 12.4.064 ya'ni 79 ga ko'ra odamning issiqlik saqlashi bo'yicha chegaralanish kiritilgan, ya'ni 31 kilokaloriya kilogrammdan ko'p bo'lmasligi kerak. Issiqlik saqlash tushunchasi qabul qilinishiga sabab nafaqat issiqlikning ortib ketishi, balki odamning dastlabki issiqlik saqlashi ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Filtrlovchi shaxsiy himoya vositalari ko'rsatmasi bo'yicha 3 tubga bo'linadi. Birinchisi changga qarshi, ya'ni aerozollardan himoyalash. Keyingisi gazga qarshi, bug', ya'ni gazsimon moddalardan himoyalash. Uchinchisi gaz changidan himoyalovchi, ya'ni havoda bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan bug', gazsimon zararli moddalar va aerozollardan himoyalanish uchun mana shu vositalar qo'llaniladi. Izolyatsiyalovchi shaxsiy himoya vositalarini prinsipi bo'yicha 2 tipga bo'linadi. Birinchisi shlangli, ya'ni nafas olish uchun yaroqli bo'lgan havoni toza zonadan yetkazib berilishini ta'minlovchi. Ikkinchisi avtonom, nafas olish aralashmalarini individual havo ta'minlash manbalaridan yetkazib berilishini ta'minlovchi. Bularga kimyoviy reaksiyalardan olingan kisloroddan foydalanuvchi asboblar kiradi. Maxsus kiyim, maxsus oyoq kiyim va qo'l shaxsiy himoya vositalari. Zararli mehnat sharoiti bo'lgan ishlardagi mehnat haqidagi qonunchilik asoslariga mos ravishda ishchi va xizmatchilarga maxsus kiyim, maxsus oyoq kiyim va boshqa shaxsiy himoya vositalarini bepul tarqatilishining tipik sohalari, me'yorlari bo'yicha shaxsiy himoya vositalari, ya'ni nima ekan, bepul holatda tarqatiladi. Mexanik ta'sirlar 2 rangli belgi bo'lib, unda sariq va to'q ko'k ranglar qizil chiziq bilan ajratilgan, oq rangdagi xavfli belgilarga ega bo'ladi. Endi bu yerda shu belgilarning kiritilishi TE, ya'ni bu issiqlik nurlanishiga qarshi belgisi, TR eritilgan metal oynalarning uchquni sachrashiga qarshi, TN 100, ya'ni qizdiriladigan yuzalar bilan kontaktga qarshi, TN yana 400 qizdirilgan yuzlar bilan kontaktga qarshi, ya'ni 400 gradus Selsiyadan yuqori bo'lgan, hamda TM konvektiv issiqlikka qarshi holatlarda qo'llaniladi. Bugungi sizlar bilan o'tadigan ma'ruzalarimiz mana shulardan iborat edi. Savollar bo'lsa marhamat.